Nutqida va rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarga nega ayrim logopedlar mental arifmetikani tavsiya qiladi? Mental arifmetika turli nuqsonlarni davolaydimi? Hammaga assalomu alaykum. Men Maftuna Halilova, defektolog logoped hamda mental arifmetika bo'yicha mutaxassisman. Bugun ko'pchilik ota-onalarni o'ylantirayotgan bir savolga javob bermoqchiman. Nafaqat o'ylantirayotgan, balki hayratga solayotgan desam adashmagan bo'laman. Logoped nega nutqi kechikayotgan yoki rivojlanishda ortda qolayotgan bolaga mental arifmetikani tavsiya qiladi? Mental arifmetika haqiqatdan ham nutqni davolaydimi yoki bu shunchaki reklama va marketingmi? Bugun siz bilan faqat ilmiy tadqiqotlar hamda mutaxassislar xulosalariga tayanib suhbatlashamiz. Eng avvalo bitta narsani bilib olishimiz kerak. Agar farzandingiz nutqi kechikayotgan bo'lsa, gapirmayotgan bo'lsa yokida rivojlanishda tengdoshlariga nisbatan ortda qolishlarni sezayotgan bo'lsangiz, bilamizki bolani normal rivojlanish kartasi bor. Ya'ni 1 yoshda shunday ishlarni qila olish kerak, lug'at boyligi shuncha bo'lishi kerak, 3 yoshda mana shuncha, 5 yoshda mana shuncha. Agar shu norma holatdan kechikayotgan bo'lsa va og'ishlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda darhol pediatr, defektolog, logoped, nevropatolog, psixolog ko'rigiga olib boring. Agar unda qandaydir nuqsonlar, ortda qolishlar kuzatilayotgan bo'lsa ham, u qanchalik erta aniqlansa, shunchalik ya'ni korreksion mashg'ulotlar samaraliroq bo'ladi hamda farzandingizda ikkilamchi nuqsonlarni oldini olishga yordam beradi. Ya'ni undagi ortda qolish ham zo'rayib ketmasligini ma'lum darajada oldini olgan bo'lasiz. Endi boyagi savolga qaytamiz. Mental arifmetika nutq nuqsonlari va turli rivojlanishda orqada qolishlarni davolaydimi? To'g'ri, mental arifmetika aytamiz. Xotirani yaxshilaydi, diqqatni yaxshilaydi, mantiqiy fikrlashni yaxshilaydi, tasavvurni yaxshilaydi deymiz. Hali bular haqida alohida to'xtalib o'tamiz. To'g'ri, mental arifmetikaning foydalari bor. Lekin aynan mental arifmetikaning o'zi nutq nuqsoni bo'lgan, misol uchun disleksiya bo'lgan, dizartriya bo'lgan, duduqlanishi bo'lgan yoki rivojlanishda orqada qolgan bolani o'zini davolab qo'yadimi desak, yo'q. Mental arifmetikani o'zi davolab qo'ya olmaydi. Ya'ni mental arifmetika bizda hech qachon tibbiy davolash va korreksion mashg'ulotlarni o'rnini bosa olmaydi. Lekin bugungi kunda ko'plab defektolog logopedlarimiz aynan mental arifmetikani korreksion mashg'ulotlarga qo'shimcha tarzda tavsiya qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Nega desak, sababi nutq faqat til bilan bog'liq yoki artikulyatsion apparat bilan bog'liq jarayon emas. Bevosita miyamizda joylashgan nutq markazlari orqali boshqariladi. Shu bilan birgalikda nutqning rivojlanishi insondagi bilish jarayonlarining rivojlanishi bilan ham chambarchas bog'liq. Masalan, aytaylik, bola nutqni eshitadi, ya'ni uni eshitish sezgisi orqali qabul qiladi va eshitgan narsasini tushunadi, idrok qiladi. Bu joyda idrok ishlaydi va tushungan narsasini eslab qoladi. Ya'ni xotirasida saqlaydi va keyinchalik kerakli joyda undan foydalanadi va gaplar tuzadi, jumlalar tuzish mumkin. Bevosita bunda tafakkur operatsiyalari, analiz, sintez jarayonlari amalga oshadi. Bularning barchasi diqqat, idrok, ishchi xotira, ketma-ketlikni saqlash va ma'lumotlarni qayta ishlash, analiz, sintez jarayonlari kabi kognitiv funksiyalar bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun ko'pgina defektolog logopedlar faqatgina artikulyatsion gimnastika mashqlarini emas, balki shu bilan birgalikda bolani umumiy kognitiv rivojlantirish hamda undagi bilish jarayonlarini kuchaytirishga harakat qiladi. Mental arifmetika aynan nimaga yordam beradi? Qanday foydasi bor desak, birinchi navbatda diqqat. Abakusda, ya'ni mental arifmetikachilar foydalanadigan asosiy hisob shoti abakus deyiladi. Abakus davomida biror bir misolni ishlayotganda ma'lum bir daqiqada aynan shunga diqqatini qaratish kerak. Agar bordi-yu bolani diqqati bo'linsa, misolning javobi xato chiqadi. Ya'ni bola uzoqroq vaqt ma'lum narsaga diqqatini qaratishni o'rganadi. Diqqatni boshqarish nafaqat matematika, balki nutqni tushunish va suhbatni kuzatish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ikkinchisi ishchi xotira. Ishchi xotira bu miyaning qisqa muddat ichida muayyan ma'lumotni ushlab turish va undan foydalana olish qobiliyati. Masalan, siz telefonning 6 xonali kodini eslab turib terasiz yoki kimdir sizga ketma-ket 3 ta topshiriq beradi. Siz esa ularni unutmasdan bajarasiz. Mental arifmetika esa bola sonlarni eslab qoladi. Ular ustida amallar bajaradi va natijani chiqaradi. Bu esa undagi ishchi xotirani muntazam mashq qildiradi. Uchinchisi vizual tasavvur. Dastlab bola haqiqiy abakusda misollar yechadi. Keyinchalik esa uni ko'z oldida tasavvur qilib hisoblay boshlaydi. Bu vizual obrazlarni saqlash va ular bilan ishlash qobiliyatini rivojlantiradi. To'rtinchisi ketma-ketlikni saqlash. Nutq ham ketma-ketlikdan iborat. Ya'ni tovushlar ketma-ketligi, bo'g'inlar ketma-ketligi, so'zlar ketma-ketligi, shu tarzda gaplar ketma-ketligi. Mental arifmetikada ham bola harakatlarni ma'lum tartibda bajaradi.
chiqadi. Agar u tartibni buzsa, undagi javob noto'g'ri chiqadi. 5-inchisi ikki qo'l koordinatsiyasi. Ya'ni bola abakusda hisoblayotganda undan ikkita qo'lini muvofiqlashgan harakati talab qilinadi. Harakatlarni rejalashtirish va muvofiqlashtirish o'z navbatida miyaning bir qancha hududlarini birgalikda ishlashini talab qiladi. Bu esa umumiy kognitiv faollikni qo'llab-quvvatlaydi. Endi eng muhim savol: ilmiy tadqiqotlar mental arifmetika haqida nima deydi? Bugungi kunda ayrim tadqiqotlarda mental arifmetika bilan shug'ullangan bo'ladi diqqat, ishchi xotira hamda ayrim ijro funksiyalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganligi qayd etilgan. Ammo barcha tadqiqotlar ham bir xil natijani ko'rsatmagan. Lekin shuni unutmasligimiz kerakki, mental arifmetika hamma nutq nuqsonlarini davolaydi va hamma bolalarga bir xil ta'sir ko'rsatadi degan hech qanday ilmiy xulosa mavjud emas. Aytib o'tganimdek, agar farzandingiz nutqiy va ruhiy rivojlanishda qandaydir ortda qolishlar kuzatayotgan bo'lsangiz, darhol mutaxassislarga murojaat qiling. Shuning uchun ham eng to'g'ri javob shuki, mental arifmetika nutq terapiyasi yoki korreksion mashg'ulot emas. Lekin u ayrim bolalarda logopedik mashg'ulotni qo'llab-quvvatlovchi, rivojlantiruvchi faoliyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun tajribali logopedlar ko'pincha faqatgina artikulyatsion gimnastika mashqlari bilan cheklanib qolmaydi. Ular ota-onalarga konstruktor, mozaika, plastilin, art terapiya va turli rivojlantiruvchi o'yinlar, shuningdek ayrim hollarda mental arifmetikani ham qo'shimcha ravishda tavsiya qilishadi. Maqsad bitta: bolani umumiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash. Mantiqiy fikrlashini rivojlantirishni istayotgan bolalar, maktabga tayyorlanayotgan bolalar, shuningdek boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun. Agar bolada autizm spektri, og'ir nutq nuqsonlari yoki rivojlanish bilan bog'liq og'ir tashxislar bo'ladigan bo'lsa, avvalambor mutaxassis tavsiyasi asosida mashg'ulot tanlanishi kerak. Xulosa qilib aytganda, mental arifmetika mo'jiza emas. Agar to'g'ri metodika va malakali ustoz bilan olib borilganda, diqqat, ishchi xotira, tasavvur va umumiy kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi samarali mashg'ulotlardan biri bo'lishi mumkin. Shu sababli ayrim logopedlar uni qo'shimcha rivojlantiruvchi faoliyat sifatida tavsiya qiladi. Agar siz ham farzandingizni zamonaviy metodika asosida malakali ustozlardan uydan chiqmasdan turib onlayn tarzda mental arifmetikani o'rgatmoqchi bo'lsangiz, quyidagi havola orqali kursimiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Kursda bolalar bosqichma-bosqich abakus bilan ishlash, diqqatni jamlash, xotirani mashq qildirish hamda murakkab bo'lgan misollarni qisqa vaqtlar, soniyalar ichida hisoblashni o'rganishadi. Agar videodagi ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va farzand rivojlanishi haqida qayg'urayotgan ota-onalarga yuborib qo'ying. Ko'rishguncha salomat bo'ling.